Assalomu alaykum. Bugungi videomizimiz yangi sentrda bo'ladi. Ozod soat magazini sotiladi. 2 etajli, kvadrat metri 1 sotik bo'ladi bu yerda. Bu yerda har xil udobstvo joylashgan, yangi sentrda joylashgan. Bu yer nereda joylashgan? Bu yangi sentrning Pekanning to'g'risida yana Kadirovlarning texi bor. Texini to'g'risida sotiladi 2 etajli. Bu yanimizda udobstolar hamma narsa shikarniy. Birinchi etaj remontdan chiqqan, ikkinchi etaj Shpakolovkada turibdi. Plita bilan bosilgan. Birinchi etajimiz, ikkinchi etaj ag'ashlar bilan bosilgan. Usti shifer bilan urilgan. Fasatini ko'rsangizlar, tashqi fasati qo'ng'ishlar bilan biriklatib urilgan. Bu yerda udobstolar, konditsioner xizmatlar, keyin kamera xizmatlar, hamma xonada bor, kamera xizmatlar. Bu xona bilan beramina. Pastda polni topli pol, dapalar ham topli pol atib uriladi deb urilgan deb aytib turibdilar. Pastda yana topli pol, kafel. İçanda narsalarni aytsak, içandagi vajlarini qoldirib o'tamiz dedi. Agar kelishsak dedi. O'zining bahasi 550 million ekan. Kelishtirib beramiz dedi. Bu yerda tayyor biznes deb aytsa bo'ladi. Bu yer somsaxona, bu yerda doğru pryamoy somsaxona somsa sotib turibdilar kunda. Bemalol kelib baholarni bilib so'rab ketaverasizlar. Kelishtirib beramiz deb turibdilar. 550 milliondan udobstvolar bor. Tayyor biznes desam bo'laveradi. Bu yerda somsasi tez o'tadi. Abetacha tamom bo'ladi. Bir tandir somsa. Ishida hamma narsani qoldirib ketamiz deb turibdi. Xohlasangiz kelishsangizlar deb turibdi. 550 million. 1 sotik. 1 sotik deb aytiladi ekan. 2 etajli, ichallar ham zo'r, birinchi etajlari, udobstvolar dum zo'r. Orqa tarafida 15 metr joy bor, zakash bo'ynacha. Noy sotamiz desangizlar, bular ham dum zo'r ajoyib. Bemalol ko'raverasizlar. Shu nomerlarga uraverasizlar. Shu nomerlarda bo'ladi ekanlar, sotar ekan.